Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi aloqalarda yana ma'lum bir qiziqarli faktlardan biri bu Farg'ona otlari haqida ham juda ham qiziq ishlar bo'lgan. Ya'ni Farg'ona otlari haqida shunaqa bir afsonaviy bir Xitoy orasida gaplar yurganki, ya'ni juda ham bir uni samoviy otlar deyiladi. Ya'ni Xitoy tilida tenma deyiladi. Ten bu osmon, ma ot. Bu Tianshanda ham Tian osmon, Shan tog'ga o'xshagan bir tushuncha edi. Mana shu otlar haqida yoki o'sha paytda Markaziy Osiyoda adashmasam Qanq davlati bor edi. Qanq davlati bor edi. Parkana davlati bor edi. Parkana, Qanq, keyin bu yoqda Dovon deyiladi. Dovon davlati Farg'ona hududida bir qancha davlat bo'lgan, Xorazm. O'sha davlatlar bilan aloqalar ham o'rnatilgan.